Akalar, hammaga salom. Qalaysizlar? Xo'p, sizlarda pul bor, ya'ni nimaga ishlatishni bilmayapsizlar. Xullas, pulinglar bo'lsa, sizlarga tayyor yurib turgan bitta biznes bor. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Bitta ukamizni mana shu joyda mo'ykasi bor ekan. Tayyor yurib turgan biznesi. Xudo xolasa, pul zarurligidan shu narsani sotib borishayotgan ekan. Behijolat, agar kerak bo'lsa, aloqa chiqarsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman. Buni ichida butkamizni ketar ekan, pilisosi, apparati, orqada 2 tonnalik bochkasi bor ekan, hammasini berib yuborishadi. Даже mana bu o'sha poli qo'yib qo'yadigan narsalargacha berib yuborishadi. Yana bitta qizig'ini aytaymi? Qizig'i mana shu turgan ramkasi, mana shu shapkasi bilan birgalikda navasi bilan birgalikda olib ketishingiz mumkin. Yana bitta plyus tomoni, narxini kelishgandan keyin временно ishlab turgani 2-3 oyga ham bu joy arendaga sizlarga berib turishadi. Lekin bu narsani tayyor shundoq holatda shundoq ko'chirib ketib, uyingiz yoni bormi yoki bir qandaydir tochkangiz bo'lsa, olib borib tayyor turgan biznesni qursangiz bo'ladi. Xullas, aloqaga chiqarsizlar, bu manzilni tushuntiraman. Manzil agar kerak bo'lsa, o'sha Kosonsoy yo'nalishi, bag'i center, bag'i o'sha Kosonsoy ketadigan yo'l. Ya'ni soyi shuna yonginasida, mahalla komiteti yonginasida. Ukalarimizga aloqaga chiqarsizlar, pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman. Hammaga addushi.